Hayot saboqlari. Dugonam qizni turmushga uzatdi. Qiz kuyovning tanlovi edi. Kelin ham o'z navbatida kuyovni yoqtiribdi. Men har ikki tomonni ham bilaman. Bilishim shuki, biri dugonam, kamchiliklari ham ko'zimga ko'rinmaydigan darajada bo'lib ketganman. Ikkinchisi bilan ishxonada birga ishlayman. Salom aligimiz joyida. Har ikki tomon ham mendan so'rab surishtirishdi. Yaqin dugonamsan, ochig'ini ayt. Kuyov, oilasi qanday? Dedi kelinning onasi. Birga ishlaymiz. Ochig'ini aytavering. Yana kuyib qolmayin. Kelin, ota-onasi qanday dedi kuyovning onasi. Har ikki tarafga ham javobim birdek bo'ldi. Beayb Parvardigor. Kimda kamchilik yo'q. Ularni menga yaxshiligi tegsa tekkanki, yomonligi tegmagan. Oilasini ichdagini bilmayman. Taqdiri birga ekan. To'y bo'lib ketdi. Oradan hali bir yil o'tmay, kelin arazlab ketib qolibdi. Arzimagan sabab kuyov nimadir olib kelibdi. Bu kelinga yoqmabdi. Xullas, orada gap qochibdi. Achchiqlangan kuyov bir shapaloq urib yuboribdi. Men aybim har ikki tarafni yaxshi tanishim. Ishxonadagi sherigim kelinni o'zi ketgan, o'zi kelsin deydi. Dugonam erkalab boqqan qizim nega uradi kuyov, kelib kechirim so'rasin deydi. Ularni aybim sababli o'zim yarashtirib qo'ymoqchi bo'ldim. Kelinni olib kuyovnikiga bordim. Borishimizdan avval aytib qo'ygandim. Kuyovning opoqisini olib kelishibdi. 83 yoshda ekanlar. Opoqini soqollari o'ziga yarashgan, yuzlari nurli, gavdalari ozg'in, biroz qaddilari bukilgan. Haqiqiy o'zbek otaxoni. Otaxon hech kimni ortiqcha gapirtirmadi. Qizim, nega ketib qoldingiz? Meni urdilar, dedi kelin yer chizib. Nega kelinni urasan? Dedilar kuyov tomonga yuzlanib. O'zim ham bilmay qoldim. Atay unga deb narsa olib kelsam, dedingiz yo'qda deganidan keyin jahlim chiqib ketdi. Otaxon, bo'ldi gapirma degandek qiyol qo'lini ko'tardi. Turmush qurib bo'ldinglar. Bu yog'iga boshqa tanlovinglar yo'q. Kelin, hech qachon eringizni dedingiz yo'q deb tanlovi ustidan kulmang. Chunki siz ham uning tanlovisiz. O'sha dedi bilan sizni tanlagan. Nazarimda, otaxonning bu gapi kelinga shapaloq urgandan-da kuchliroq ta'sir qildi. Keyin yigitga yuzlandi. O'g'lim, sen erkaksan. Seni o'g'li bola deb yurtga osh berganmiz. Har qanday vaziyatda ham hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarma. Qo'rqoq erkakkina xotiniga qo'l ko'taradi. Otaxon bu gapi bilan yaxshigina kuyovga shapaloq tushirdi. Keyingi paytda mendan kam xabar olyapsan. Jahling chiqqanda uydan chiqib ketdi, uzoq emas. Bir mahalla nariman mendan xabar olib tur. Otaxon qattiq gapirsalarda shu qadar ta'sirli, sokin gapirdiki, nazarimda hamma nafas olmay tingladi va o'sha qattiq gaplarni salgina kulimsirab, biroz hazil aralash tugatdiki, hech kimda e'tiroz qolmadi. Ochig'i otaxonga juda ham havasim keldi. O'sha xonadonga kirayotganimda ming hadik, yuragimda allaqanday qo'rquv bilan kirgan bo'lsam, u yerdan chiqar ekanman, xuddi o'zim ularni yarashtirib, bir ishni do'ndirib qo'ygandek kayfiyatim ko'tarinki qaytdim. Bugun o'zimni savobli ishimni maqtab, sizlar bilan bo'lishkim keldi.